Assalomu alaykum hamma obunachilarga. Ana bunaqa kimyoviy Assalomu alaykum do'stlar. Men videodagi skin do'stlar biz bunaqa skinlar. mebellarni g'oz olib keldik. Mana bunaqa skinlarni qanday qilib qo'yish, ya'ni Minecraftga mod bilan qo'yish orqalisini masalan hozir men sizlarga o'rgataman. Uning uchun sizlarga mana bu ilova kerak bo'ladi. Ilovani men Telegram gruppamga tashib qo'yganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni videoning tagiga kommentariy qo'yib qo'yaman. Men Basepackni mana yozib qo'yganman. Shuni yuklaysizlar. Men o'sha yuklaganman, chunki yuklaysizlar, ichiga kirasizlar. Buni ichida mana qancha 10,017 ta skin bor. Masalan, Libboyni qidirasizlar, mana bu yoqqa qidiruvga bersalaringiz bo'ladi. Masalan, kim masalan mana buni tanlaysiz. Shuni tanlaysiz, dashlatni bosasiz, to galereya. Ko'pchilikdagi muammo YouTube'dan chiqib ketganingizda yoki bo'lmasa telefoningizda blok. Reklama tugashini kutamiz. Mana X chiqadi. Qanday qilishni bilsalaringiz kerak sizlar ham. Keyin bu X'ni bosasizlar, mana bu bunaqa chiqqandan keyin o'sha Minecraft'ga kirasizlar. Minecraft'ga kirasizlar. Minecraft'ga kirganingizdan keyin bunaqa personajlaringiz bo'lsa, dressing roomga kirasizlar. Wi-Fi qo'yganim uchun hozir unaqa bo'lyapti. Endi market kirishida mana bu skinni, yangi uchun skin. Mana bu masalan mana buni bosasizlar. Mana bu kiyimchani, mana buni bosasizlar, mana bundan keyin choose new skinni bosasiz. Keyin pick a skin chiqadi, o'shani bosasiz. Keyin o'shanda ana shu personajni o'ziga xohlagan shu qilgan personajingizni bosasiz. Keyin unaqa Minecraft chiqadi. Bu unaqa qiyin emas do'stlar. Keyin istasangiz ozg'in qilasizlar. Men ozg'in semiz tanladim. Mana bunga o'tasizlar. Chiqasizlar bu yerdan. Bunday. Bu Minecraft qo'yapti. Mana personaj ko'rib turganingizdek. Atga videomizga 2,5 minut ketdi. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz siz uchun bu narsa yordam beradi degan umiddaman.